Bu video Toshkentlik hoji akalarimiz uchun. Shu hoji akamizga mana tayyorlab qo'ygan limonimizni obzorini qilib beramiz. Hoji aka, xafa bo'lmaysiz, YouTube'ga qo'yamiz buni. Instagramga, Facebookga qo'yamiz albatta, Telegramga. Nimaga ko'chatlar? Yaxshilik uchun. Ko'chatlarimiz hammasi qoshiqbak, qoshiqqa aylangan. Tikan qusmagan tanaga. 3 yillik qayta ekin bo'lgan. 100% garantiya bu amal olishga. Hammasi buni paqirdan katta qop deyiladi, salapon qopga ekilgan. Bunisi ro'mol emas, belbog' emas, salapon qop. Mana 4 ta qator bor. Elektrdan 250 ta ko'chat. Hojat ko'chatlaringizni ko'ring, holatini. Shu bahona biz ham YouTube'ga obzor qilib qo'yamiz limonlarni. Shunaqa limonlarimizdan bir 500 tana bor, qoldi. Ko'chatni ko'ringlarchi, nima deyapti ko'chatlar? Holat ideal. Tikansiz limon ekaman deganlarga jo'natib qo'yamiz videoni. Bahor kelyapti. Ko'chat aprelda ekaman deganlarga ham jo'natib qo'yamiz, sababi yashil makon yilida limonlarda sifatlisi qolmaydi aprelgacha, xudo xolasa. Oladigan hoji akalarimiz zakaz berib qo'yishyapti, jo'natyapmiz. Gullashga ham kelib qoldi. Bitta nishona otganlari bor. Shunaqada yana 5-600 ta bor. Olaman deganlar uchun jo'natib qo'yamiz videoni. Hoji aka, ko'chat siz uchun atalgan. Bilyapsizmi? 4 ta qator 250 ta. Qo'shib qo'yamiz bu 4 ta atrofida. Shunaqa tikan qusmagan lekin. Nima deyapti? Yoriq bor ozgina, kachisi yaxshi chiqmasligi mumkin, lekin ekaman deganlar o'zlari uchun olishadi hammasi. Narxini kelishamiz. Nomerlar afishanada bo'ladi, обязательно. Nomerlarimizni qo'yamiz video ostiga ham, afishanaga ham qo'yamiz. Traktor o'tib qolib qo'ymaysizlar. Barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Hosil qiladi bil hammasi, 100% garantiya limonlarga.